Demak, zikrni ko'paytiraylikki, jannatdagi yerimizni ham, qasrimizni ham, yon atroflardagi bog'larni obod qilishlik uchun ham, demak, har birimiz aytaylik, mana subhanallohi bihamdi, subhanallohil azim. Shunchalik og'irmi bu? Yengil so'zlar. Mana shu bilan demak bitta hozir ikkita aytdik biz. Siz eshitdingiz, tilingizda qaytargan bo'lsangiz, ikki martasiga demak ikkita naqla deyiladi. Xurmo inshaalloh jannatda u aytganlarga ekildi Allohning izni bilan. Va yana Allohu azza va jalla deyapti, zikr qilganlarni qarang, o'zi zikr qiladi. Yuqorida aytib turibmiz, Allohni zikr qilgan bandani Alloh zikr qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo doimo zikr qilgan bandasini zikrini boqiy qiladi. Ne o'tgan ulamolar, Buxoriy bo'lsin, Termiziy bo'lsin, Abu Hanifa bo'lsin, Shofiylar, ular ilm bilan Allohni zikr qildilar. Allohni ilmini yoydilar. Bugungi kunda ne podsholar, sultonlar